Assalomu alaykum. Mening ismim Safarov Elbek. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Yana bir bor assalomu alaykum. Biz bugun Toshkent shahri Shayxontohur tumanida joylashgan Suzuk ota majmuasidamiz. Biz siz bilan birgalikda bugungi mavzuyimizda Suzuk ota majmuasi haqida so'z yuritamiz. Keling endi siz bilan birgalikda Suzuk ota manzilgohi haqida yurtdoshimizdan jonli intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Biz bugun Toshkent shahrida joylashgan Suzuk ota manzilgohidamiz. Ushbu manzilgoh haqida shu yurtdoshimizdan o'z fikrlarini bildirishini xohladik va ushbu video ya'ni syomka qilib yozib olinmoqda. Siz ushbu yozib olinishga rozimisiz? Roziman. Sizga savol beradigan bo'lsam, ushbu Suzuk ota manzilgohi haqida nimalarni bilasiz? Men bilishimcha, Suzuk ota bu avliyo odamlar bo'lgan, Alloh rahmat qilsin. Kasb hunarni zo'r egallagan odam bo'lgan deb eshitganmiz tarix bo'yicha. Endi shuni mana 1392-yili olamga kelganlar, endi necha yil yashaganlar, shu masjidni shu odamning nomiga qo'yilgan. O'zlari qurganlar shu masjidni. Endi mana shuncha yil shu turgan eski mahallalar bo'lgan, bu yerda jin ko'chalar bo'lgan eski shahar ko'chalarida endi mana 1919-yili shu yerda rekonstruksiya qilib buzib boshqatdan qilishdi. Mana kottejlar tushdi, eski hovlilar buzilib ketdi, kottejlar qilib chiroyli qilib qo'yishdi. Endi mana masjidni ham yangitdan qurishdi tekidan. Endi mana Xudoga shukr o'qib yuribmiz shu masjidning ichida namozlarni. Alloh rahmat qilsin, shu insonlarning poshsho'g'uziga ham rahmat, shunchalik chiroyli qilib qo'ydilar. Oldincha bunchalik chiroyli joy emas edi, eski mahallalar edi. Mana hozir kim kelsa havos bilan qaraydigan joylar bo'lib qoldi-da har holda. Allohga shukr. Davlatga rahmat avvalambor. Allohga shukr. Shu bilganimiz shu. Suzuk ota haqida qanday ma'lumotga egasiz? Suzuk ota Alloh rahmat qilsin, hunarvon, kasbni yaxshi egallagan odam bo'lganlar. Shu orqa mahalla mana hali ham turibdi. Shularni davomchilari hammasi. Hammasi duradgorlar, mebelchilar, o'ymakorlar, hammasi cho'tga joylashgan. Shu eski mahallada hali ham bor shular. Azginalari Donga ko'chib ketishdi, boshqa joyga ko'chib ketishdi-yu, qolganlari shu avlodlar davom ettirib kelayotgan avlodlar shular bor hali ham. Allohga shukr, yaxshi hunarvon odamlar bor. Suzuk ota Alloh rahmat qilsin, otaxonni shulardan qolgan nima desa bo'ladi, zurriyotlar shularda endi. Suzuk ota Toshkent vohasida e'zozlangan avliyo zotlardan biri bo'lib, xalq xotirasida taqvo, kamtarlik va xalq xizmatida bo'lish timsoli sifatida saqlanib kelgan. Rivoyatlarga ko'ra, Suzuk ota ilm va irfon yo'lini tanlab, hayotini odamlarni to'g'ri yo'lga boshlashga, axloqiy poklikni targ'ib qilishga umrini bag'ishlagan. Suzuk ota Toshkent shahrida dafn etilgan bo'lib, uning qabri atrofida keyinchalik ziyoratgoh shakllangan. Asrlar davomida bu joy ma'naviy taskin, duo va tafakkur maskani sifatida tanilgan. Mahalliy aholi va uzoq yaqin hududlardan kelgan ziyoratchilar bu yerda Qur'on tilovati qilib, ajdodlar ruhiga bag'ishlab duo qilishni odat qilgan. Me'moriy jihatdan majmua sodda va kamtarona bo'lib, Suzuk otaning hayot falsafasiga hamohang. Xuddi qadimiy qabriston, ixcham maqbara, ziyoratchilar uchun mo'ljallangan joylar mavjud. Tabiiy sokinlik va tarixiy muhit bu maskanga alohida ruh bag'ishlaydi. Suzuk otaning asl ismi Mustafaqul bo'lib, 1140-yilda Turkistonning Qorachuq qishlog'ida tavallud topgan. Bu kishi Ahmad Yassaviyning qizi Gavhari Xushtojning kenja o'g'li bo'lgan. Balog'atga yetgach, karomatlar sohibi Toshkentdagi Chaqar, Chuqurko'prik, Cho'ponota va Mirlar mahallasiga tutash bo'lgan kimsasiz tepalik va jarliklardan iborat yerda qo'nim topib, shu mahallani obod qilishga kirishadi. Suzuk ota hunarmandlarning ustozi, yuzlab shogirdlarga ilm berib, halol mehnatga o'rgatgan zotdir. Bolalik chog'ida bobosi u kishini erkalab, "Mening suzugim, suyukligim, xush keldingiz" degani bois atrofdagilar ham shu ism bilan chaqira boshlagan. Yuzlab shogirdlarning ustozi Suzuk ota 1217-yilda vafot etgan. 1363-1364-yillarda Amir Temur Ahmad Yassaviyning nabirasi
Suzuk ota qabri ustidan maqbara va masjid bunyod ettirgan. Xonaqoh va ayvonda 700 ga yaqin namozxonlar ibodat qilishi mumkin bo'lgan. Afsuski 1930-yili masjid va madrasa yopilib, metall buyumlar korxonasiga aylantirilgan. Hujra o'rnida korxona idorasi va omborxona qurilgan. 1985-1990-yillargacha shahardagi eng katta gumbazli diametri 10 metr bo'lgan masjid bo'lgan ziyoratgoh shu holicha tashlab qolingan. Zilzila oqibatida masjidga zarar yetgan hamda maqbaradagi gumbaz qismi butkul qulab tushgan. Ta'mirlash ishlari olib borilmaganligi tufayli gumbaz maydalanib yo'q bo'lib ketgan. 1989-yili shu yillik mahalliy aholining noroziligi sabab korxona hukumat tomonidan ishlab chiqarish faoliyati to'xtatilgan. 1990-yilga kelib majmuada qayta tiklash ishlari boshlangan. Ko'p vaqt ichida tahoratxonasi, kutubxonasi hamda bino qo'riqlov joyi barpo etilgan. Hamda majmuaning shimoliy tomonida joylashgan ayvonlar qayta tiklangan. 1996-yilda masjid faoliyati rasmiy holatdan ro'yxatdan o'tkazilib, Hayit bayrami chog'ida vazn qilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Suzuk ota majmuasi Toshkent vohasining qadimiy tarixini, xalqning diniy, ma'naviy hayotini va milliy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan muhim tarixiy yodgorliklardan biridir. Ushbu majmua nafaqat me'moriy obida sifatida, balki tasavvufiy an'analar, avliyo zotlarga bo'lgan e'tiqod va xalq xotirasining ramzi sifatida katta ahamiyatga ega. Suzuk ota nomi bilan bog'liq rivoyatlar va tarixiy ma'lumotlar bu maskanning asrlar davomida ziyoratgoh bo'lib kelganligini ko'rsatadi. Majmua tarkibidagi maqbara va boshqa inshootlar o'z davrining me'morchilik uslubi, bezak san'ati va qurilish tajribasini aks ettiradi. Ular orqali o'rta asrlardagi Toshkent hududida diniy va madaniy hayot qanday kechganligi haqida tasavvur hosil qilishimiz mumkin. Bugungi kunda Suzuk ota majmuasi madaniy meros obyekti sifatida saqlanib, tarixni o'rganish, yosh avlodni milliy va ma'naviy ruhda tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda. Uni asrab-avaylab, ilmiy tadqiq qilish, keng jamoatchilikka targ'ib qilish o'zbek xalqining boy tarixiy merosiga bo'lgan hurmat va e'tiborining yaqqol ifodasidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Tarixingizni asrang.